Assalomu alaykum Qarashan qo'shiqbozlari. Bugun mana 2026-yil 5-iyul. Xudo xolasa qo'chqorimiz Dilmurodjonga baraka bo'ldi. Bekoboddan keldi. Qo'chqordan baraka toping uka. Buni bizda berayotgan bolalarni ko'rdi. Bu Narbudanning o'g'li. Xudo xolasa buni biz 2 yil ishlatdik. Zo'r qizlari tushdi, o'g'illari tushdi. Buni bu yog'iga endi Bekobodda ishlaydi xudo xolasa. Dilmurodjonning qo'rasida. Juda chiroyli, yaxshi genetikadagi qo'chqor. Uka barakasini bersin. Narxi omonat bo'lib qoldi. Alloh hammaning chorvasiga baraka bersin. Maşallah. Qo'chqor 6 tish. Orqasini ham aylantirib ko'ramiz. Bundan dakkan so'razsiz. Все, bor. Bo'pti-ku, barakasini bersin, ha? Sog' bo'linglar.